Assalomu alaykum hammaga. Ko'rib turganingizdek, keyingi yilga nasib bo'lsa toza ideyalarda toza kotyollar ishlab boshlayotirmiz. Sinovimizdan yaxshi o'tsa, bu kotyolimizni sotuvga ishlab chiqaramiz. Bu yoqda garelka o'rni, mana yerda 68 turba joylashadi. Undan keyin kotyoldan chiqqan issiqlik mana yerdan deb ikkinchi kameraga o'tadi, bulay aylanib manadan deb bu yoqdan chiqib ketadi. Bu yerda turbaning ichida suv bo'ladi. Bu yerda suv bo'ladi. Bu yerda suv bo'ladi. Keyin mana demaxot o'rni mo'r orqadan chiqadi. Bu yoqda isparение bo'lgan suv chiqib ketadi. Bu kotyollar kondensatsionniy kotyollar turine kiradi. Boshda isparение beradi. Kotyol o'zi qizib keyin ko'p ketadi o zot. Eng ekonomik kotyollar kondensatsionniy kotyollar hisoblanadi. Nega ko'rib turganingizdek, shunday ko'rinishda. Videomizga bir dana like bosib ketamiz. Tarqatib qo'yamiz.